Assalomu alaykum. Teplitsa ishqibozlari. Mana bugun biz mana bir radiatorni qo'ydik. Mana hozir juda yaxshi issiq haydayapti. Juda yaxshi. 6-7 metrgacha haydayapti hozir. Endi biz buni mana bunday nasos qo'ydik. Nasos qo'yishimizga sabab bizdan hamda registr qilingan teplitsaga suvimiz mana bu turbadan radiatorga kelishi qiyin bo'ldi. Sababi buni teshiklari kichkina. Mana hozir qo'lda kuydiryapti. Teshiklari kichkinaligi uchun suv, issiq suv mana bu nimaga ketib qoldi. Registrga ketib qolganligi sababli biz majbur bo'ldik bunga mana bunday nasosni qo'yishga. So'ruvchi nasosni qo'ydik. Mana endi hozir radiatorimiz nihoyatda yaxshi ishlayapti. Mana bu padachi ham qo'lda kuydiryapti. Obratgada sal iliqroq aylanib suv sal sovib turib keyin chiqib ketyapti. Endi mana shunaqangi holatda bo'lganlarga biz tavsiyamiz ana shunday nasosni qo'yish kerak. Keyin o'sha muammo hal bo'ladi. Bo'lmasam radiatoringizga issiq suv kelmasdan mana bu registrga qarab yurib ketadi. Bu registrlar 76 lik turbalardan bo'lgan. O'shaning uchun har doim issiq suv nimaga katta yo'nalishga qarab ketadi. Mana qulpinoylarimiz mana juda yaxshi holatda hozir. Mana juda yaxshi holatda turibdi qulpinoylarimiz. Mana gullayapti, gulini olib tashlayapmiz hozir. Ko'rishlaring mumkin, gullayapti, gulini olib tashlayapmiz. Mana bu tomonga ikkinchi radiatorni qo'yganmiz. Mana ko'rishlaring mumkin, ikkinchi radiator mana turibdi. Bu radiatorga ham xuddi shunday nasos qo'yganmiz. Bu ham issiqlikni 5-6 metrgacha turka beryapti. Radiator yaxshi ishlayapti. O'sha $100 radiator. Bu 12 kilolik bo'lsa kerak. Teplitsani temperaturasini hamma tomonini bir xil qilib berar ekan. Mana ishqibozlar qo'yishlaring mumkin shu radiatordan. Bizda sinovdan o'tdi. Bizga juda ma'qul keldi bu. Teplitsamiz ichlari. Teplitsani hamma tomoni bir xil temperaturada hozir. Mana holat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.